Assalomu alaykum barchaga. Bugungi darsimiz HTML va CSS asoslari. CSS da box modellari, fontlar, color va backgroundlar haqida gaplashamiz. Kichik bir mini veb-sayt taxlaymiz. Oldingi o'tilgan darslar bilan birgalikda mini veb-sayt taxlaymiz. Unda boshlaymiz. Hozir header qilmoqchiman. Bosh qismi uchun bu yerda class yozamiz. Oddiy birinchi veb-sayt, mini veb-sayt taxlab, o'shalar asosida yangi darsni o'rganib olamiz. Tushunish oson bo'ladi. Yaratib olamiz. Bu about page'imiz haqida biladi. Bu yerda paragraf deyiladi. Komment olamiz va bu footer qismi bo'ladi, ya'ni saytning eng pastki qismi. Bu esa mana uchun skills qismi bo'ladi. Ya'ni mahoratlar. Bu esa about page. Sarkastik ketmaslik uchun komment qo'yamiz. Endi buni CSS kodlarini yozishni boshlaymiz. CSS mana bu yerda link berib bo'lganman. Endi mana shu fayldan boshlaymiz. Buni boraman qulay bo'lishi uchun HTML ham ko'rib turamiz.
va yozishni boshlaymiz. Birinchi man HTML, ya'ni global style beraman. HTML va body uchun. Men height beraman, ya'ni balandlik 100% bo'lishi kerak, chunki veb-saytimiz chiroyli ko'rinadi. Margin ham 0 beraman. Font family, ya'ni bu tekstning turi. Men ana bu bilan foydalanaman, chunki u qulay bu tur. Keyingi men background color beraman. Bunga ana bu bizga nima rang kerak? F4 rang. Keyingi color bizda uch kerak chiqadi. Display unutmaylik oldinda qoladi. Black selection.
Mana bu yerda veb-saytimiz tayyor bo'ldi. Mana yana bitta CSS komandalarni tushuntiramiz. Mana bu yerda o'tilgan darslar, mana bulardami? Ya'ni mana bu yerda flex direction column bor. Buni sahifa elementlarini ustma-ust joylashtirish uchun flexbox layout yaratadi. Ya'ni environment box yaratadi shu flex direction column. Ya'ni keyingisi bizda headerda bu yerda ana bu narsa background color linear gradient, ya'ni 90 degree ana bu rangdan to bu ranggacha bo'lsin deylik biz. Bu headerni background. Bu yerda backgroundda biz linear gradient ishlatganda 90 degreedan bo'lsin bu rangdan to bu ranggacha, ya'ni 90 degreedan. Mana bu yerdan to'liq ko'k rangdan ochiq ko'k ranggacha ketgan 90 gradusda. Shu bir joyga qilsak nima bo'ladi? Mana 120 gradusda qisqa pastroq tushdi. 90 gradus qilamiz. Ya'ni o'zgardi mana. Teparoqqa chiqdi. Ishkalarimiz shu, buni vazifasi o'zi gradient font chapdan o'ngga 90 gradus rangni o'zgartiradi. Ya'ni chapdan o'ngga 90 gradusda rangni o'zgartiradi. Endi kodga keladigan bo'lsak, bu yerda biz o'tgan darslar, bu yerda box shadow buni ham o'tdik. Ya'ni soya beradi bu. Mana bu yerda soya turibdi. Ko'rinadi, soya bor bu yerda. Qarab so'ng 15 bo'lsa-ku. Mana soya qanaqaroq bo'ladi? Tagidagi soya. Ya'ni box shadow bu soya beradi. Bularni ham aytganmiz. Qolgan barcha kodlar aytilgan. Mana bu yerda card elementimizning card degan klassimizga bu yerda biz transition berganmiz. Bu karta biroz yuqoriga ko'tariladi. Ya'ni kursor qachon bo'lganda karta biroz yuqoriga ko'tariladi. Mana nechadir sekund berganmiz bu yerda. 0.2 sekundda. Kursor bo'lganda karta ko'tariladi. Shunaqa transition turlari bor. Transition, transform turi 0.2 sekundda. Ya'ni box shadow 0.2 sekund ichida bo'ladi. Tagidagi shadow ham. Ya'ni soya. Keyingisi bu yerda ham o'tilgan darslar, hammasi o'tilgan darslar. Keyingisi bu footer qismiga biz hover berdik. Ya'ni mana bu yerda hover buni vazifasi link hover tagiga chiziq qo'yadi. Ya'ni underline. Mana bu yerda a tagimizga berganmiz. Footer qismiga ana shu yerga underline chizib bergan tagiga. Mana shu o'tilgan darslar bilan yangi dars o'tildi. Ya'ni transitionlar, box shadow va linear gradient turlari, background colorning. Hozircha shular. Keyingi sonlarda biz mukammalroq veb-sayt qurishga harakat qilamiz. Hozir qilingan ishlar oldingi darslar bilan qo'shilgan holda qilindi. Kanaldan uzoqlashmang, keyingi darsda ko'rishguncha sog' bo'ling.